Maqsad ishtirokchiga tiqish ekanda, oka. Ketdi bo'lmasa. Hurmatli haydovchi, siz menga jahl qilmang. Texpasportingizda siz texnik ko'rikdan 3 oydan beri o'tmasdan yuribsiz. Siz meni hozir yana aldayapsizda, texnik ko'rikka ketyapman deb. Sizni bu g'ildireklaringiz bilan hech qanday texnik ko'rikdan o'tkazib bermaydi. Bo'pti, hayday qoling, oka, bo'lmasa. Yana bitta mashina ketdi, kutib olgin. Ulardan oldin yetib boramiz. Xo'sh, yaroqsiz shinali avtomashinalar uchun ayrim inspektorlar qanday chora qo'llashadi? Ungacha like va obuna tugmalarini bosib turing. Davomini ko'rsatamiz. Aka, listi balon uchun shtrafni qo'yishingiz qanchalik to'g'ri? Menga tushuntirib bering shuni. Aslida yo'l harakati qoidalarini 3-ilova 5-bandida yozilgan yengil turdagi avtomobillarning protektorlari 1 mm dan baland bo'lishi kerak. Aks holda avtomobil jarima maydonchasiga qo'yilishi shart. O'zi almashtiraman deb yuruvdim, aka. Biroz imkoniyatim bo'lmayapti, aka. Bo'ldi, mana siz unda hozir niyatingizga yetasizda. Qani tushib olingchi bitta. Shtrafni nimasi bu? Mana shu 4 tala balon lyuks shinadan sizga hadya. Aka, nima qilmoqsiz? O'zi mashina rostdan menga. Rostdan sizga bu. Bor ekan, mana shunaqa tushunadigan inspektorlar, rahmat, aka. Aka, inspektorlarga rahmat deng. Nega? Bu balon bilan bitta yomg'irda kimnidir orqasidan yetib olsangiz, kamida 10 barobar qimmatiga tushardi. Aka, hozir ozgina imkoniyat yo'q edi. Aka, qo'lingizda iPhone u, bitta balonga imkoniyat yo'q deysizmi? Aka, Balonlarimiz faqatgina Matiz uchun emas, balki boshqa avtomobillarga ham bor. Bir komplekt balon egasi balki siz bo'lishingiz mumkin. Buning uchun mana shu barcha profillarga obuna bo'lib, kommentariyada shinangizning razmeri va probegingizni yozib ketsangiz bo'lgani. rahmat, akalar, sog' bo'linglar.